Qilish o'ng'ay ham yeyishlik bo'lgan. Bu yil hozir o't bulayotgan tiramisu darsxonamizni o'rganib olib pul topqingiz bormi? Bugun sizlarga cho'ngstamlarni o'rgatmaydigan necha ming ko'yliq tiramisu darsxonasini haqsiz deb keldim. Cho'qim yulduz yurak belgilarini besib saqlab olishni unutib qolmang, keyin izlagan topamay qolsiz. Maktab baldi kashlik bozor odam to'plashqanlik yer qilishingizga intayin mos keldi. 5 xil rangdagi, ya'ni 5 xil tamdagi tiramisu darsxonamizni faoliyat qilib, 25 ko'y bilan lam sistemali qalatda o'g'itaman sanchaklik Ündidar Nazi 7733 ekran tutgan numar shu. 70 gram suvga 50 gram shakar silib qaynatib olgandan keyin 3 tal tuxumning seriqiga az-azdan qo'yib yaxshi ko'ptirib olamiz. Videodagidek tuxum ko'pib mushalatga yetganda bo'ldi qilamiz. Qattirg'uchdan 2 yaproqchini oldin suvchilab eritib olgandan keyin buning ustiga qo'yib yaxshi ilashtirib olamiz. 200 gram qaymoqni dadanjida ko'ptirib eqib pishmagida qalatga yetganda 250 gram maskapon qo'yib abiyatdan eritib olgan tuxumning seriqini ustiga qo'yib yaxshi ilashtirib olamiz. Tiramisu qilishdagi eng muhim qaymoqi mushu, mushning bakroq diqqat qilsanglar bo'ldi. Tayyor barmoq benginni sutga oldiganini chilab, bo'shugan qalbiga teshi tizib olamiz. Endi buning ustiga bir qavat hozir tayyorlab olgan qaymoqni ustiga surib, yana bir qavat barmoq benginni sutga milab tizib, üstü qalin bir qavat qaymoq to'kib teshi siliqlab olgandan keyin 4 soat atrofida bingshang silib to'ngitib olamiz. Ustidagi qaymoqlar qaytishib mushalat ketganda endi qiyomin tayyorlaymiz. 50 gram so'mijanga 20 gram suv qo'yib qaynatib olgandan keyin chilab tayyorlab olgan muqimlashtirgichdan 50 gram silib teshi ilashtirib olamiz. Endi buni qilibning ustiga qo'yib teshi yetib olgandan keyin so'mini ushaq to'g'rab ustiga silib chiroyli bezib olamiz. Ailesi qiyinchilikqa bor. Nechiz qo'y bilan ish boshlig'i bo'lgan Vanxundan birini o'tib qo'ysangiz bo'ldi deganlar chaqqan markatga keling. Inkas rayoniq 8 raqamini yo'llab qo'ygan do'stlarni oldin tizimlayman.